Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Kamina bugun Muhammadjon, siz qadrli obunachilar e'tiboriga. Garchi negativ tanqid qilib fikrlarni yozsangiz ham, lekin yana o'sha tanqid va negativlarga qarshi chiqish uchun ham sochimni oldirgan holatda videorolik qilishga qaror qildim. Nima uchun deyishingiz mumkin. O'tgan safarga o'zim ko'rinish berib videorolik qilganimda ba'zi bir farosati yo'q odamlar sen turmadan chiqdingmi yoki qamalib chiqdingmi deb fikrlarini yozishibdi. Ochig'i men hayronman. Ularni shunaqa fikrlarni yozishga vaqtlari borligi uchun gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yana bir narsani eslatib o'taman. Menga chiroyli fikrlarni yozayotganlarni barchasini hurmat qilaman. Menga nimani tilasangiz, men ham sizlarga shuni tilab qolaman. Pozitiv yozayotganlar, umrlaringdan baraka topinglar. Sizlar uchun biz ishlashda davom etamiz. Negativlar, o'zlaring bilasizlar, bir kun suvga cho'kib ketishdan qo'rqinglar. U yerda sizlarni qutqaradigan hech kim bo'lmasligi mumkin. Diqqat qiling, bugun yana futbol mavzusiga oid mavzuni davom ettiramiz. Negativlar izohlar bo'limi katta ochiq bo'ladi. Xohlagan fikringizni mazza qilib yozing. Lekin O'zbekistonda haqoratli so'zlarga ma'muriy javobgarlik bor. Shuni ham yodingizdan chiqarib qo'ymang. Biz boshladik. Har doimgidek futbol mavzusi. Eslatib o'tamiz, bu futbol mavzusi ya'ni mustaqillikdan keyin rivojlana olgan dunyoning eng mashhur futbolchilari haqida bo'ladi. Ya'ni Ronaldo, Messi, o'tmishdagi Maradona va Zidanlar haqida. Video yoqsa like bosing, Zafar Imronbek bilan birga bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Biz aniqrog'i men boshladim. Yema ichma bo'l baxil, boy bo'lasan men kafil. Bu kim? Ha, to'g'ri topdingiz, David Beckham. Eng nomdor futbolchilardan biri. Siz ham mana shunday iqtibos so'zlarni yozib ketishini esingizdan chiqarib qo'ymang. Futbolda so'kinganlarga kalla qo'yish kerak. Bu o'sha mashhur fransiyalik futbolchi Zinedine Zidan. Kallang yetmagan joyga qo'lingni ishlat. Diego Maradona. Men sherik bilan qarindosh emasman. O'sha sochi yo'q Wayne Rooney. FIFA prezidentiga gapini o'tkaza olmagan futbolchi emas. Ha, bu istoriyani, bu tarixni juda yaxshi biladi. Lionel Messi va Sepp Blatter, FIFAning oldingi prezidenti. Futbolda soch hech nimani hal qilmaydi. Arjen Robben. O'zingni o'zing maqta, qolganlar Messi bilan Ronaldoni maqtaydi. Frank Ribery. Men ham o'zimni o'zim maqtayman. Men eng zo'r futbol sharhlovchisiman. Negativlar uchun yaxshigina mavzu bo'ladi. Davom etamiz. Sochim uzun bo'lgani bilan o'zim erkakman. Braziliyaning eng nomdor futbolchilaridan biri Ronaldinho. Futbol o'ynashni boshlashim bilan doim nimadir qilgim keladi. Buni bilasizmi kim? Zlatan Ibragimovich. Yaxshiyam Portugaliyani tanlabman. Bo'lmasa 7-1da men ham bo'lar edim. Pepe. Xayriyat O'zbekiston terma jamoasini tanlabman. Bo'lmasa men ham Qozog'istonni tanlaganimda jahon chempionatiga chiqa olmagan bo'lardim. O'tkir Yusupov. Dunyoda eng shirin go'sht odamniki, Luis Suarez. Tanam qora bo'lsa ham kelishganman. O'sha mashhur Mario Balotelli. Shu Liverpool menga haykal qo'yarmikin? Steven Gerrard. Bu tarixni yaxshi biladiganlar bor ichimizda. Bashara maymunga o'xshasa ham o'zim odamman. Hozirda Husanov to'p surayotgan bir paytlardagi Manchester City posboni David De Gea haqida gap ketmoqda. Baribir Xudoni aytgani bo'lar ekan. Neymar. Futbol o'ynayotganimda oyoqlarim chalishib ketsa ham muxlislar fin deb o'ylashadi. Cristiano Ronaldo. Bu shunchaki hazil, qadrli futbol muxlislari, jiddiy olish yo'q. Albatta sizni kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida shunday ishga qo'l urdik va yana bir muhim mavzuni eslatib o'taman. Qo'lingdan kelmagan ishga tumshug'ingni suqma.
o'tirib olib kamera ortida izohlar yozib o'tiradigan negativlarga bu meni javobim bo'ladi. Qo'lingizdan kelmagan ishga iltimos qilaman, tumshug'ingizni siqmang. Bugungi roligim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Negativlar bosinglar, izohlar bo'limi kattakon ochiq. Endi biz negativlarga qarshi kurashishimiz ham hech gap emas. E'tiboringizda ekran qarshisida sizlar bilan eng shoshilinch O'zbekiston va Osiyo va negativlarga qarshi xabarlar bilan Zafar Imronbek kanali boshlovchisi bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling, biz yana gaplashamiz. Bizdan aslo uzoqlashmang. Fikr mulohazalaringizni izohlarga yozib qoldiring. Biz yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.